Assalamu alaykum söyümlük dostlar. Muş vaqtınlar xeyirlik bolsun. Tövəndə huzurunlarga Bovam etqan hikmetler degan kitaptın özünü oylagan mesxirege qalur degan hikoyani altımız. Yaqtırıp anlagaysızlar. Bir şiir tağ önkürde turad ekan. Keş bolganda poşlar onu çıkıp zadıl uxlatmaptı. Şiir ularning çaqmaslığını ötüngenken poşlar Boludu, amma sen bizge yardımlaşıp düşmemizni yoqtib bersen. depti. Sizlarning düşmaninglar kim? dep so'rabdi şiir. Yeşil paqa, patmucuk, yağcıvek ve çorpaqa. dep javob beribdi poşlar. Şiir men degan hayvonotlar podshohi tursam, unchilik ushoq nimalarni yeyitish qanchalik ishdi? debdi-da rostilla nurg'un yochivak chorpoqlarni yeyitibdi. Kechda o'nkirdagi poshlar texmi ko'payib ketibdi. Shir ochiqlangan holda poshlarga: "Sizlar nima uchun vadanglar turmay yana meni chaqisizlar?" debdi. Poshlar vingildab kulgunicha: Sen fakat yerdeki düşmanlarımızla yoqattın. Bizden yana su içideki düşmanlarımız, kumcaq, bilik qatarlıqlar mı ba? Bularını mı yoqtib bergin? debdi. Şir rastilla daryoga sakrab tushib, biliq qumchoqlarni tutibdi. Kash bo'lganda texmi ko'paygan poshlar shirni chiqib ho'kirtib etibdi. Darg'azabga kelgan shir: "Sizlar bak yuzsiz ekansizlar" debdi. Poshlar vingildab kulishib: Bizden yana osmanda düşmanımız ba. Sen qarlıqaş, yığnağuş ve şeperenlerini yoqtib ber. Biz şu çağdalısını çıkıştın toxtaymız. debdi. Bu qitim shirg teskapti. U qiynalgan holda osmon qarsa, qarlig'ash hadab uchib yurib poshlarni tutib yeyotgan ekan. Cho'ng daraxtning ustiga to'r to'qib, posh tutib yeyotgan umidjuk ajablangan holda: Hey hayvanat padşayı, bugün nim boldun? Osman qarablı qapsan go? deb so'rabdi. Shir xiris qilib: "Seni yeyitaman, to'g'ri, yana qarlig'ashingni shaparangmi bor?" deb o'kiribdi. Qarlig'ashlar shirning bosh tarafida uchib yurib: Bizni nimişqi yemekçi bulsan, hiç qandaq şirning bizni yemekçi bolğanlığını anlap baxmaptı ekanmiz. deb so'rabdi. Shir beshini langlatib turib: "Poshlar menga sizlarni yevassam, kashda men chaqmaydiganligin degandi" debdi. Qarlig'ash kulib ketib: Ahmaq şir, nimiş qo'ylab baxmadın? Sen paşılarını yeydigan hayvanlarını yevesən, paşılar teximi köpüyüb ketmemdi. Hey, men nima degan dut? Rostila dut ekanman deb shir shu chaqdala esini tepibdi. Hikmat o'zini o'ylagan hamon el oldida masxiraga qoladi. Shuning uchun har qanday ish qilishdan burun oldi bilan atrofingdagilarni o'yla. Ularning harakat faoliyatini kuzat. Shundilla sen o'zingning va o'zgalarning qimmatini haqiqiy tushunasan. Bu hikoyani Janubiy Avstraliya Uyg'ur til maktab o'qituvchilari huzuringizga tayyorladi. Davomini keyingi qitimliq anglitishimizdan anglag'aysizlar. Xayr xo'sh.